konsert dasturini birgalikda ko'tarikka o'tkazishga muvaffaq bo'ldik va fursatdan foydalanib ushbu dasturni tayyorlashda sizga taqdim etishga ko'mak bergan barcha ijodkorlarga tashakkur bildiramiz. Xususan konsert tashkilotchisi Olov Nur Media kinostudiyasiga va uning art direktori, prodyuser va rejissyor Oloviddin Nurmuhammadovichga hamda Olov Nur Media xodimlariga, avlod rejissyorlari Igor Iosif jamoasi, Navruz Abdullayevga, administrator Jasur Sanjanov hamda Izzat Yusufovlarga, operatorlar guruhi Olov Nur Media kinostudiyasi, Islom Ali boshchiligidagi tasvirchilar guruhiga, Respublika baxshichilik san'ati markazi hamkorimiz hisoblanishadi. Ularga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Shuningdek, Toshkent shahar hokimiyatiga, O'zbekkonsert davlat muassasasiga, Xalqlar do'stligi san'at saroyiga, qolaversa bosh axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasiga cheksiz minnatdorchiligimizni izhor etib, yaxshi niyatlarida sizni tark etamiz. Yurtimiz doimo tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Sizlar bilan hamisha shunday chiroyli kunlarda, bayram tantanalarida yorug' yuzida uchrashni niyat qilamiz. Kamin Rustambeek, Xudoyberganov e'tiboringizga loyiq konsert dasturini sizga taqdim etganimizdan mamnun ekanligimizni ma'lum qilmoqchiman. Hammangizga rahmat aytamiz. Sahnadan chiqib olinglar, sahnadan chiqinglar, nariyoqqa chiqing. Bo'ldi, baqir-chaqir qilmaymiz. Yo'lni ochamiz. Bog'ni qilmaymiz. Orqa tomonga yopib Мой брат звезда, вообще красавчик. Tabriklaymiz ona, tabriklaymiz. Rasul aka onam yurtda she'r aytadi. Rasul aka onalarga bir qarsak bo'lsin. Ro'mollari boshlarida, qalin o'sma qoshlarida, yashar aziz yoshlarida, onajonim jonim onam. Uyimizning fayzuzi, dardga davo aytar har bir so'zi. Omon bo'lsin baxtimizga o'zi. Onajonim jonim onam. Ona o'g'illaringizni YouTube'dan ko'rishganda butun Samarqandliklar nomidan tabriklaymiz. Yor aka. Bo'la chiqar demagan. Bo'ldi. Yor aka nima? Xo'p, konsert o'tdi. Energiyaga boy bo'ldi. Hech kim o'tirgani yo'q, shaxsan o'zimiz ham. O'zingizni hissiyotlaringiz qanaqa? O'zim hissiyotlarim juda zo'r emas, chunki men juda ham charchagandim. Kecha o'zi bir kun oldin to'y olmasam bo'lar ekan, negaki uzoqdan to'y olingan. Juda charchaganman, charchab kelib uxlab bilmadim-da. Baribir ijodkorning ko'ngli to'lmaydi. Ko'ngli to'lsa ijoddan to'xtagan hisoblanadi va bugungi konsertga o'zingiz 10 ballik sistemada necha berardingiz? Bugun konsertda 10 ball bo'ladigan bo'lsa 5 ball beraman. O'shani 3 balli meni kamchiligim, 3 balli. O'sha kamchiligim chunki dam olmadim men umuman. Dam olishim kerak edi. Buni men o'zim bilaman va ishim biladi, chunki kerak qo'shiqlarimning 95% baland tanlanasi bo'lgandan keyin o'sha energiya tugab qoldi desam bo'ladi. Chunki nimagaki uxlaganim yo'q, kechasi ham uxlab bilmadim. Ertaga nima bo'lar ekan bilan tong ottirib qo'ydim-da. Tong otdi, 7 da sakit keldim deb telefon qiltirdi. Sakit bilan yurdim, shuning bilan uxlab bilmadim. Hozir ham zo'rg'a o'tiribman, uyqum kelib. Mayli nima bo'lsa ham zato konsertimiz o'tdi-ku. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, Xudoga shukr, muxlislarga yoqdi deb o'ylayman. Ularni energiyalarini ko'rdim, xursand bo'ldim. Orada ochilib ketdim o'zim ham, qanday motor qizib ketdim, nimadir bo'ldi. Sahnani sog'inibsizmi? Albatta, nimaga sahnani kim sog'inmaydi? Sahnada biz har kuni sahnadamiz, lekin baribir bu sahnani 2 yillik tanaffus o'rtada 3 yil. 22-yil qo'yganman-ku. 3 yil bo'ldi, baribir sog'inasiz. Bu Xalqlar do'stligi san'at saroyi odam o'ziga tortadigan istarali joy bu yer. Katta ustozlarimiz konsert qo'ygan bu yerda. Shuning uchun bu dargohda hammaga emas ashula aytish yoki konsert qo'yish. Chunki shunaqa bir faizli, yaxshi joy. Ilohim har bir san'atkorni shu sahnaga yetirsin, konsert qo'yishga, boshqaga. Kelgusidagi rejalar ijodiy yoki dam olmoqchimisiz? Damni men burnimni olaman.
Damni men borib chet el yurgan bola emasman. Ertaga to'yim bor. Xalqning xizmatiga ketadi. Ha, dam olish degan narsani nima o'zi u dam Muxlislar olish. uchun xo'p, qanaqa yangiliklar kutishsan? Premyera. Premyera boya aytdim sahnada bitta dada haqida. Dada sizni yaxshi ko'raman degan qo'shiq aytdim. O'sha ovozim ham tugadi. Ertaga to'yda nima qilaman? Ishqilib yangiliklarim ko'p. Yangi yilga yana bitta zo'r ashulalar bor, tayyorlab qo'yibman. Xalq muxlislarim tayyor tursin. Juda boshqacha qo'shiq tayyorlayman. Juda kuchli. Xudo xolisa ko'rasizlar. Azart bilan aytiladi. Qanaqadir. Bo'ldimi so'nggi? Charchatib qo'ymaylik sizni. Ijodingizga omad tilaymiz va har doim mana shunaqa xalq sevgan ijodkor bo'lib yurishdan charchamang. Siz hammaga rahmat, kelganlarga rahmat, sizlarga rahmat, Olov Nur mediaga rahmat. Kimki o'sha xizmat qilgan bo'lsa, hammaga katta rahmat. Xizmatlarimizdan rozi bo'linglar. Qanaqa kamchiliklar bo'lsa, konsertdan keyin videosini ko'rib, обязательно keyingi konsertga bunaqa kamchiliklar qilmaslikka harakat qilamiz. Iloji boricha sog' bo'linglar, omon bo'linglar.